Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Monday, August 26th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 47, and the topic of today's lesson is a cup of coffee. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, like. Like. Number 2, want. Want. Xo'sh, saboqdoshlar, bugungi darsimizda ko'p yangi so'z yo'q ekan. Garchi yangi so'zlar oz bo'lsa-mu, albatta jumla shakllari yangi bugungi darsimizdagi. Undaqda biz oldi bilan so'zlarning ma'nolarini tushunib baxsak, like degan yaxshi ko'rish degan gap. Masalan, I like apples. Bo'lsa, men olmalarni yaxshi ko'raman degan gap bo'ladi. I like apples, okay? Masalan, I like you degan men sizni yaxshi ko'raman degan gap, okay? Bu like degan yaxshi ko'rish degan so'z, okay? Albatta, yana bir suyishni yaxshi ko'rish emas, umuman u odatdagi yaxshi ko'rish, okay? Number 2, want. Want degan nima? Qilmoqchi bo'lish, olmoqchi bo'lish, qilg'usi bor deganda qashta bir ma'ni bildiradi. Masalan, I want to go bo'lsa, mening mang'um bor degandek-ku. Masalan, I want a book desak, men bir kitob olmoqchi degandek-ku. Okay? Xo'sh, yangi so'zlar, mushu so'zlar qolganini biz shu dialogda tushunib olamiz, bu so'zlarningki ishlatish o'rinlarini, okay? Xo'sh, darsimizning temasini bir ko'rib olsak, temasi a cup of coffee, tushunish hargiz tez emas. Cup degan tutqichliq stakan degan gap, coffee degan qahva, saboqdoshlarga ma'lum. A cup degan yani bir stakan degan ma'nosi bor. Unda off degancha coffeening oldida kelayotgan off nima u? Mushundaq keladi demakchi, so'zlarning oldida kelib, shu so'zning degan ma'nosi bor. Masalan, ishara qahvaning deb tushunamiz. Shundaqmi? Ya'ni buni ta'tir o'rsak, qahvaning bir stakani bo'ladi. Uyg'urchada buni nima deymiz? Bir stakan qahva deymiz. Inglizchadagi ifodalanishi mushundaq hamdi. Okay? Qahvaning bir stakani deb mushundaq ifodalanadi demakchi. A cup of coffee, okay? Uyg'urchada buni hozir deganda ravallashtirib biz bir stakan qahva deb olamiz, okay? Xo'sh, undaqda dialogni ko'rishdan burun, shu dialogda biz bilib olish tegishlik muhim bir mazmun bor. U bo'lsa-mu, buni savolning javobi, ya'ni how does Anne like her coffee? So'z ma'nosini qo'yib tushunsak, qandaq Anne yaxshi ko'rdi o'zining qahvasini degan gapkan-ku. Ya'ni Anne o'zining qahvasini qandaq yaxshi ko'rdi degan gapkan-ku. Buni so'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak, toza to'liq chiqmaydigandek turdi ma'nosi. Amaliyotda nima degan gap bu desangiz, Anne qahvasini qandaq ichishni yaxshi ko'rdi degan gap. Ingliz tilida shunday ifodalanadi. How does Anne like her coffee? Okay? Masalan, sizdan birisi how do you like your coffee deb qolsa, qanday tushunishingiz kerak? Qahvani qanday ichsiz, qahvangizni qanday ichishni yaxshi ko'rsiz deb so'rayotdi deb tushunsangiz to'g'ri bo'ladi. Okay? Xo'sh, bu savolning kaynidagi oxir ko'rinish, masalan, hukmini savoldoshlarni tushundi deb o'ylayman. Ba'zilar qahvani shakar silib ichganni yaxshi ko'rdi, ba'zilar sut quyib ichganni yaxshi ko'rdi, ba'zilar shakar sutni birga quyib ichishni yaxshi ko'rdi, demakchi har ikkilisini. Ba'zilar qanday hatto qahvani qora ichishni yaxshi ko'rdi. Shu vajidan so'raladigan savol. Okay? Albatta sizga qahvani berguchi yoki sizga qahva masalan ta'minlovchi kishi sizdan so'rash kerak, qahvani qanday ichsiz deb. Yoki qahvaningizni qanday ichishni yaxshi ko'rsiz deb. Okay? Shu savol demakchi, shu ma'ni bildirdi. Xo'sh, shundaqda biz yangi so'zlarni bilib oldik, darsimizning temasini tushunib oldik, biz bilib olish tegishli muhim savolni bilib oldik. Undan so'ng shu savolning javobini izlashni maqsad qilib qanday javobini topishni maqsad qilib dialogni ko'rib boqaylik. Lesson 47, a cup of coffee. Bu Christine bilan Anne o'rtasida elib berilayotgan bir dialog ekan. Undan so'ng bir qatam o'qib chiqaylik dialogni, men agishim, jumla. Christine, bunday edi, qarang, Christine qizning ismi yoki ayolning ismi. Do you like coffee, Anne?
Yana bir qatam, do you like coffee and deganda and qo'yib, yes I do. Yes I do. deb javob berdi. Christine qo'yib, do you want a cup? Do you want a cup? Desa and qo'yib, yes please Christine. Yes please Christine. deydi. Andan keyin Christine qo'yib, do you want any sugar? Do you want any sugar? Desa and qo'yib, yes please. Yes please. Andan keyin Christine qo'yib, do you want any milk? Do you want any milk? Desa and qo'yib, no thank you. No thank you. I don't like milk in my coffee. I don't like milk in my coffee. That bo'lib, I like black coffee. I like black coffee. Desa Christine dedi, do you like biscuits? Do you like biscuits? Desa and qo'yib, yes I do. Yes I do. Desa Christine qo'yib, do you want one? Do you want one? Desa and qo'yib, yes please. Yes please deydi. Shuning bilan dialog tugadi. Garchi bu qisqa oddiy dialog bo'lsa-mu, qanday biz yana bilib olishdik ishlik bak muhim mazmun bor qarang. Christine'ninki eng beshidagi do you like coffee and degan jumlasini tushunib baqsaq, nima degan gap bu? Siz qahvani yaxshi ko'ramsiz and degan gap bu. Okay, do you like degan ham yaxshi ko'rishdi, odatda yaxshi ko'rish, Masalan, I like coffee bo'lsa, men qahvani yaxshi ko'raman bo'ladi. Qarshi tarafdan siz qahvani yaxshi ko'ramsiz deganni qanday so'raymiz? Albatta, do you like coffee deb so'raymiz, okay? Agar you like coffee degan bo'lsa, qanday siz qahvani yaxshi ko'rsiz degan gap bo'ladi. Albatta, do you like coffee degan bu bir savol jumla. Buning qanday qilib savol jumla qilganligini savoldoshlar tushundi. Yana bir qatim tez aslatib o'tsam, yordamchi fe'li jumlaning igininki oldiga o'tib olsaganda bu savol jumla bo'ladi, okay? Yoki imkon fe'l can nima ko'rdik, ana shunga o'xshab ketadi. Masalan, can you bir-nima degan siz bunda qila olamsiz degan gap. Ma do you degan endi siz bunda qilamsiz degan u yordamchi fe'l bilan ifodalanayotgan. Meni do you like deb yaxshi ko'rishni ishlatib so'rayapti. Siz yaxshi ko'ramsiz deb, okay? Do you like coffee and degan nima bo'ldi? Undaqda uzun gapning qisqasi siz qahvani yaxshi ko'ramsiz and degan gap bo'ldi, okay? And nima deydi? Yes I do. Amaliyotda nima degan gap bu? Qaysi qanday to'liq deyilsa bu jumla qanday gap bo'ladi bu? Yes I like coffee bo'ladi. To'liq deyilsa. Albatta men deb o'tgan bir darsda bayon jumlada I like coffee deb yordamchi fe'l do'ni yoshirin keladi yoki aniq deyishga to'g'ri kelsa I do like coffee desak ham bo'ladi dedim-ku. Bayon jumlada demakchi yordamchi fe'l do degan narsa yoshirin keladi, okay? Ya'ni to'liq desak bu jumlani yes I like coffee bo'ladi. Qisqartirib yes I do deymiz. Bo'libmi qisqartganda qanday yordamchi fe'l orqali ifodalayar ekanmiz. Yes I do deb. Tushunishliqmi? Do you like coffee and yes I do. Christine nima deydi? Do you want a cup? Siz bir stakan alamsiz yoki bir stakan og'ingiz bormi deydi-ku, okay? A cup degan nima? A cup of coffee ninki qisqartiramiz. Ya'ni do you want a cup of coffee degan gapni qisqartirib do you want a cup deydi. Bir stakan alamsiz deydi, okay? Deganda and qo'yib yes please Christine. Qanamsa Christine deb shu. Olama degan gap-ku. Olama degan yes please deb aytdi. Takalluf bilan ifodalayapti. Qanamsa Christine bo'ldi degan gapchi. Christine nima dedi bu gapni qarta? Do you want any sugar deydi. Azroq nima? Shakar alamsiz deydi. Bu yerda azroq shakar alamsiz degan nima shu?
Şeker lazım mı degan o. Sizga azroq şeker lazım mı deb tushunsak bo'ladi o. Okay. And pop up yes please. Qani şeker alma degan o. Christine nima deydi? Do you want any milk? Azroq sut olamsiz deydi o. Okay. Yoki azroq sut lazımmı desak bo'ladi, chunki azroq sut olamsiz yoki og'zingiz bormi deb tushunsak bo'ladimi? Want og'zi bo'lish, ammoqchi bo'lish, ammoqchi, qilmoqchi degan ma'nolar bor nishada. Do you want any milk? Ya'ni azroq sut olamsiz, og'zingiz bormi degan gapiga nima deb javob berdi? No, thank you. Yo'q, rahmat deb bo'lib, I don't like milk in my coffee. Manimo bu bir bo'lishsiz jumla. Agar bo'lishlik jumla bo'lgan bo'lsa nima bo'ladi? I like milk in my coffee bo'ladi. U chaqda men yaxshi ko'raman sutni ichida qahvayimning, ya'ni qahvayimning ichida sutni yaxshi ko'raman degan gap bo'ladi-ku. Hozir men I don't deb bo'lishsiz holatda ifodalayapti. Do not degandan qisqartirilmasi don't degani. Ya'ni I like bo'lsa men yaxshi ko'raman bo'ladi. I don't like degancha men yaxshi ko'rmayman bo'lib qoladi. Ya'ni men yaxshi ko'rmayman sutni qahvayimda. Degan gap bu. Men qahvarimga sut solganni yaxshi ko'rmayman deydi. Qahvayimning ichida sut bo'lishini yaxshi ko'rmayman demoqchi-ku. I don't like milk in my coffee. Dabulib I like black coffee. Men yaxshi ko'raman qora qahvani. Ya'ni men qora qahvani yaxshi ko'raman deydi. Demoqchi şeker ağzısamken, süt ağzısamken, ya da düşünürüz yani. Demek ki I don't like milk in my coffee, I like black coffee da boğanınken and Christine nim dedi, do you like biscuits? Deb so'radi. Like biscuits degan nim deb bilgan oldingi darsda pranik deb bilgan. Okay, pechenye pranik. Nasa pechenye praniklarni yaxshi ko'ramsiz degan gap bu. Do you like biscuits? Okay? Yadingizda bo'lsin İngilizce'de siz bunda bir narsani yaxshi ko'ramsiz deb, masalan, sanıqıl bo'lgan narsalarni yaxshi ko'ramsiz deb so'rasa, masalan, shu biscuits degan, masalan, one biscuit, two biscuits deb sanıqıl bo'ldi demoqchi-ku men. Shunday ko'plik ismni ishlatib so'raydi juma. Hargizmi do you like biscuit deb bunday birlik ism bilan so'ramaydi juma. Meni ismini so'raydi. Okay? Masalan, siz olmani yaxshi ko'ramsiz deb, masalan, biz deymiz-ku, Uyg'ur tilida siz olmani yaxshi ko'ramsiz deb, olma deb birlik ism bilan so'raymiz. Ingliz tilida do you like apple demaydi. Ya'ni ismni birlik holatida ishlatmaydi. Bunda bir narsani yaxshi ko'ramsiz deganda ko'plik bilan ifodalaydi demakchi. Do you like apples? Apples, ya'ni siz olmalarni yaxshi ko'ramsiz deb ishlatadi demakchi. Shunga o'xshash do you like biscuits deydi. Deganda, en qo'pib nimlar yes I do. Yaxshi ko'raman degan gap bu. Amaliyotda yes I like biscuits qisqartirib yes I do deyotgan gap bu. Okay? Christine nim dedi? Do you want one? Birini og'ingiz bormi? Birini og'ingiz bormi? Bu yerdagi birini degani nima? Shu do you want one degani shu do you like a biscuit degan gap. Do you like a biscuitni qisqartirib a biscuitni one deb ifodalayapti. Bunda ifodalash usulini biz ko'rib bo'lgan, Okay? Do you want one? Birini elishni yaxshi ko'ram. Yo'q. Birini og'ingiz bormi? Ya'ni birini og'ingiz bormi? Birini olmoqchimi? Og'ingiz bormi desak ham ma'qul bo'ladi ekan, Birini og'ingiz bormi deganda ham qo'pib yes please deydi. Okay? Qanamsa alay degan gap bu. Xo'sh, dialog, mushu dialog nurg'un narsani his qildingiz o'zingiz. Do you like, do you want degan savollarga qanday ishlatilganligi, qanday javob berilganligini, bu yana yetarli emas, arkadaşlar. Bo'lsa qayta anglab, qayta o'qib, qayta yozib, qayta nurg'un qatım yodlab olsangiz texi yaxshi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa biz kechiktirmay shu savolga istig'ida javob berib o'taylik. Savol nimada? How does Anne like her coffee? Anne qahvasini qanday yaxshi ko'rdi, ya'ni qanday ichishni yaxshi ko'rdi demoqchi-ku. Javob nima? She likes her coffee black deb javob beramiz. Qanday ichishni yaxshi ko'rdi? She likes her coffee black. Bu
qahvasini qora ichishni yaxshi ko'rdi deb javob bersak bo'ldi ekan-ku. Ya'ni qanday so'rasa shunday javob bergan bo'ldik mana. Chakosadigan holatda. How does Anne like her coffee? She likes her coffee black. Okay? Tekstdan chiqqan gap bu. Anne qahvasini qanday ichishni yaxshi ko'rdi? Anne qahvasini qora ichishni yaxshi ko'rdi degan. She likes her coffee black. So'z ma'nosini qo'yib tushunsangiz, u yaxshi ko'rdi o'zining qahvasini qora holatda demakchi. U qahvasini qora oldi yaxshi ko'rdi. Deganni biz jonli holda nima deb olamiz Uyg'urchada? U qahvasini qora ichishni yaxshi ko'rdi deb. Okay? Xo'sh, dialog, mushu dialog savoldoshlar. Unda biz qanday qilamiz hozir? Albatta, mushu dialogni o'rganganimizga asosan mashq ishlaymiz. 48-dars qarang, lesson 48. Do you like bir nima? Anankin do you want bir nima deydi. Bu shunga nima keldiganligini bilasiz, okay? Aldı bilan biz nurg'un yangi so'zlar bilan tanishib ekanmiz. Shu yangi so'zlarni ko'rib chiqaylik. Bu garchi mashq darsi bo'lsin. Bu mashqlarning eng foydali yeri shu, eng yaxshi yeri shu. Yangi so'zlar bilan uchrashsangiz anankin shu dialog yoki tekstdagi, ya'ni oldingi darsdagi, ya'ni shu darsningki o'zininki yangi darsidagi, yangi dars qismidagi mazmunlarni shu yangi so'zlarni o'rganish orqali mashq qila olasiz demakchi. Mashq darsining eng chong foydasi shu. Xo'sh, unda yangi so'zlar qarab boqaylik, mana anglish bo'lsin, fresh. Fresh. Number 1 bo'ldi. Number 2, egg. Egg. Number 3, butter. Butter. Yoki butter deb olsangiz bu xato emas, butter. Number 4, pure. Pure. Number 5, honey. Honey. Number 6, ripe. Ripe. Number 7, banana. Banana. Number 8, jam. Jam. Number 9, sweet. Sweet. Number 10, orange. Orange. Number 11, scotch. Scotch. Number 12, whiskey. Whiskey. Number 13, choice. Choice. Number 14, apple. Apple. Number 15, wine. Wine. Number 16, beer. Beer. Number 17, blackboard. Blackboard. Xo'sh, yangi so'zlarning o'qilishi shundoq ma'nolari bilan tez bir tanishib chiqsak, fresh degan yangi degan gap. Sapchu, yangi sap. Yangi degani bu sapdiki yangichimi? Egg degan tuxum degan gap, tuxum. Butter yoki butter deb o'qisangiz xato emas dedim bu. Bu sarmay, okay? Sarmay. Number 4, pure. Pure degan nima? Bu sap degan gap. Fresh nima sap dedim. Fresh degan qanday sap desangiz, yangidan chiqqan demakchi. Yangidan chiqqan sap, fresh degan. Ma pure degancha hech nima aralashmagan sap, okay? Uyg'urchada mush ikki gapni o'xshash deb qo'ydik ekanmiz, sap. Birincisini esingizda tuting, ma'nosini yezib mengatsiz o'rganish jarayonida. Bu yangidan chiqqan degan sap, fresh degani. Number 4 pure degani hech nima aralashmagan, sap degani. 100% birin aralashmagan demakchi-ku. Sap, shu sap demakchi. Number 5, honey. Honey degan asal, okay? Asal. Number 6, ripe. Ripe degan pishqan degan gap, pishqan. Masalan, pishqan ham deb qo'yamiz bu. Number 6, ripe bo'ldi. Number 7, banana. Banana degan banan. Bu tanishlik cho'qim savoldoshlarga. Number 8, jam. Jam degan murabba. Murabba, okay? Yoki qiyam deymiz bu. Number 9, sweet. Sweet degan tatliq degan gapchimi?
Number 10 orange. Orange degan apelsin deymiz go. Orange, okay? Number 11 scotch. Bu Shotlandiyaning degan gap. Shotlandiyaning. Number 12 whiskey. Bu whiskey Shotlandiyaningki whiskey degan bir araq var ekan, okay? Number 13 choice. Choice degan tanlangan degan gapmi? Tanlangan. Choice. Number 14 apple. Apple degan biz ko'rib bo'lgan miyadiyani uchrayotdi, hech qisi yo'q. Takrorlanishib qoladi. Apple degan olma. Number 15 wine degan uzum araqi degan gap ekan. Number 16 beer, piva degan gap ekan. Number 17 blackboard. Blackboard degan qora doska degan gap. Okay? Qora doska. Xo'sh, so'zlar, mush so'zlar shu. Unda biz mana bu ekranning eng tuvanda turgan 4 tane jumla ichiga selib bir mashq qilib olsak, bu so'zlarni masalan bir sizdan do you like bananas? Nabim yadingizda bor. Sanag'il bo'ldigan narsalarni masalan bir odamdan plan narsani yaxshi ko'ramsiz deb shu so'rayotgan narsangiz sanag'il bo'ldigan narsa bo'lib qolsa, birlik ismni ishlatib so'ramaysiz, ko'plik ismini ishlatasiz dedim-ku, ha. Şu banananing keyniga asni qo'shib bananas deb ishlatamiz demoqchi. Okay? Ya'ni do you like bananas deb so'rasangiz, birisi qandaq yes I do deb javob berdi yoki no I don't deb javob berdi. Bu jumla bizga tanishlik-ku, ha. Do you like bunday narsa? Yes I do yoki no I don't. Ikkisidan birisi. Okay? Hargizmi unda emasmi ya deydigan gap yo'q. Miki yo'q. Ya yaxshi ko'rmay, ya yaxshi ko'rmayman. Okay? Buning javobi shunday. And do you want bir nima deb qolsa masalan bananni so'rab yana oldida do you like bananas? Yes I do degan bo'lsangiz, do you like bunday demishaga one deb so'raydi. Birani olib qo'yamsiz hamsa deb. Okay? Birani olib qo'yamsiz. Bunda javob bersangiz yes please yoki no thank you. Agar yigingiz bo'lsa yes please deysiz albatta, og'zingiz bo'lsa yes please deysiz yoki no thank you. Yo'q rahmat. Tanışlıqqa tushunishlik qilma gaplar. Xo'sh, shunda olsa biz og'zaki mashqni ko'rib boqaylik. Og'zaki mashq qarsangiz, nima deydi? Shu darsning temasi men hozir ko'rsatgandeklam. Do you like bir nima? Do you want nima? Okay. Xo'sh, shunda olsa birinchi rasmda nimani ko'rsatyapti bizga? Fresh eggs. Abiyman yangi so'zlarni ko'rsatib bo'lgan. Fresh yangi yoki sap, shu yengidagi sap qo'ya, eggs, tuxumlar. Ya'ni sap tuxumlar demoqchi bu yerda, yangi tuxumlar. Butter degan nimati sarmaydi. Pure deganni ham sap dedi, hech nima aralashmagan sap demoqchi. Honey deganni asal dedi. Pure honey degan nima? Sap asal degan gap ekan. To'rtinchi rasm ripe bananas. Ripe'ni deganda ham pishgan degan gap. Bananas degan bananlar bo'ldi. Ya'ni pishgan bananlar demoqchi-ku, okay? Nima xam banan emas demoqchi. Ma'lum bananni nima pishgan deb qo'ydi, oldi deb so'rasangiz, bananni xammi sotadi-ku, yap pishil holatda. Magazinda turish jarayonida pishidi-ku, bir necha kun jarayonida demoqchi. Okay? Ammo bu ripe bananas demoqchi, pishgan bananlar demoqchi, tayyor banan. Okay? Buni saqlash ketmaydigan. Number 5 yoki 5 jam, murabba yoki qiyam dedik, ha? Ma 6-chi rasm sweet oranges. Sweet degan tatliqdi, oranges degan apelsin, okay? Ya'ni ko'plik bilan oldi-ku, tatliq apelsinlar deb. Okay? Albatta apelsinningki ochiq chuchmalarim bor-ku, ma tatlig'i demoqchi. 7-sida ice cream deydi. 8-sida scotch, whiskey, abiyam dedik-ku, Shotlandiyaninki whiskey araqi degan narsa ekan. Number 9 choice apples. Yani tanlangan yani xil olmalar demoqchi-ku, xil olmalar. Tanlangan yoki xil demoqchi-ku. 10-si wine kan qarasangiz, uzum araqi deydi ekan. 11-si biscuits, ma praniklar degan gap bor, yoki pechenyelar. Number 12 yoki 12 beer, nima ekan? Pivo degan gap ekan. Xo'sh, unda olsa, savolni ichiga solsak masalan, do you like eggs deb so'raymiz bu masalan bir odamdan. Tuxumni yaxshi ko'ramsiz deb so'ramoqchi bo'lsak. Do you like eggs? Okay? Buning javobi nima bo'ldi? Yes I do yoki no I don't. Abim deb bo'ldi, ha? Qarangki siz uningga endi birani olib qo'yamsiz deb so'rasangiz,
do you want one deb so'raysiz albatta. Okay, do you want one degan nima? Birisi birani degan birasi degan gap shu. Tuxumdan birasi. Sanıqıl bo'ldigan bo'lg'ashqa do you want one deb so'raymiz demoqchi. Xo'sh, undaqsa butterni sanıqıl bo'lmaydi. Night aniq. Biz kon darslarda deb bo'lgan bu butterni nima sanıqıl bo'lmaydi desangiz, masalan, one butter, two butters deb mundaq olmaymiz inglizchada. Balki uni birligi bilan olamiz. Ig'irlik birligi yoki az ko'plik birligi orqali. Okay? Xo'shunda olsa buni qanday ishlatamiz mas'ul masalan do you like butter deb so'rasak bir odamdan u odam yes I do deb qolsa do you want qanday deb olsa qilama do you want ni keyniga do you want some deb so'raymiz hargizmi one demaymiz one desak sanig'il bo'ldigan narsa ketib qoldi do you want some desa qanday azroq olamsiz degani u yerdagi azroq qanday shu sanig'il bo'lmaydiganligi uchun ishlatiladigan some degan so'z ya'ni azroq okay honey mashundaq do you like honey yes I do do you want some deb so'raymiz hargiz do you want one demaymiz chunki honey ni one honey two honeys demaymiz balki masalan bir qo'shiq asal desak bo'ladi masalan bir piyola asal desak bo'ladi bir butilka asal desak bo'ladi bir quti asal desak bo'ladi hargizmi bir asal ikki asal demaymiz shuning uchun do you want some deb so'raganning sababi shu okay xo'sh binalar mashundaq sanig'il bo'ldigan shunga do you want one deymiz jamnicho sanig'il bo'lmaydi shunga do you want some deb so'raymiz okay oltinchisi oranges sanig'il bo'ldi shuning uchun do you want one deb so'raymiz yettinchisi do you ice cream sanig'il bo'ldi masalan one ice cream two ice creams three ice creams deb shunga do you want one deb so'raymiz agar masalan yaxshi ko'rma deb qolsa whiskeyni sanig'il bo'lmaydi one whiskey two whiskeys demaymiz masalan some whiskey deb olamiz demoqchi butilkaning ichida turadigan narsa demoqchi bir whiskey og'zingiz bormi deb so'ramaydi ozroq whiskey olib qo'yamsiz ichamsiz demoqchi okay shunga do you want some deb so'raydi demoqchi ikkinchi savolda to'qqizinchisi apples do you want one deb so'raymiz sanig'il bo'lg'ashqa o'ninchisi wine sanig'il bo'lmaydi bu butilkaning ichidagi narsa shuning uchun do you want some deb so'raymiz masalan avay degandekki 11-si biscuit sanig'il bo'ladi shunga do you want one deb so'raymiz beerni sanig'il bo'lmaydi shuning uchun do you want some deymiz okay xo'sh og'zaki mashqlar shu mashqlar savodashlar unda olsak qog'ini o'zingiz qilib qoldi cho'qim qayta shu do you want one do you want some deganlarni shunaqa almashtirib mashq qilmasangiz bo'lmaydi okay xo'sh unda og'zaki mashqlar yuqorqi mashqlar shu endi biz nimaga yozmish mashqlar qarab boqaylik qarang mana sol tarafdagi mana yumaloqning ichida written exercises there written exercises ya'ni yozmish mashqlar complete these sentences using of over between along in front of behind under or across degan gap bu ajabchiq gaplar tashlamas qarang to'liqlanglar buni jumlani ishiltib ma'ulani demoqchi ya'ni ma'nosini ishiltib jumlani to'liqlanglar demoqchi okay kamg'u bir yasma jumlaninki shuni to'liqlanglar demoqchi xo'sh shunday bo'lsa qaysi so'zlarni ishiltirganmiz of over between along in front of behind under yoki acrosslarni dedi hammani o'rganib bo'lgan savoldoshlar of deganida bir narsadan ayrilish degan ma'nosi bor masalan sakraganda bir yerdan sakraydi-ku shu yerdan ayrilib sakraydi-ku odam demakchi ofni aşağı ishiltimiz plan yerdan sakrdi bo'lsa masalan tomdan sakrdi degan yerda shu sakrashning kayniga qo'shib ishiltimiz-ku bu ofni tomdan sakrdi deb olamiz-ku uyg'urchada okay over degan ustida degan gap between degan o'ttirsida degan gap along degan bo'ylab degan gap in front of degan oldida degan gap behind degan kaynida degan gap under degan ostida degan gap across degan kesib degan gap okay masalan daryoni kesib yo'lni kesib degandekchi okay 8 ning hammasini cho'qim ishlay olasiz cho'qim ishlay olasiz bir misol qilib bermay qarang qarasangiz 8-si qarang the blackboard
is bizime the teacher dedi. Qaradoska bolsa o'qituvchining falaniyasida demoqchi ekan. Bizime the teacher dedi. Bundan şu hamda malaning hammasini nimdab olimiz inglizchada oldi qo'shilg'ichlar degan to'q yodingizda bor. So'zlarning oldiga kelib şu so'zlarningki masalan şu o'rnini bildirdi-ku, o'rnini masalan shuning bunda yerida deb. Masalan qaysi so'z muvofiq bo'lgan deb turdi. Masalan ichida qarab chiqsangiz do'stga o'qituvchining bunda yerida degan ma'no chiqish to'g'ri bo'lganda qilindi, ha? The blackboard is bizma the teacher dedi. Bunda qarasangiz behind to'g'ri keldimisha, qarang. The blackboard is behind the teacher. Ya'ni qarado'ski bo'lsa, kaynida o'qituvchining yoki o'qituvchining kaynida bo'lsa, undan to'g'ri bo'ladi. Okay? Unda qolganlarni cho'qim ishlay olasiz. Amsa o'zingiz qolib qoldi. Xo'sh, mashq B, yozmish mashqlarningki B qismi qarab baxsaq, answer these questions. Buni savollarga javob beringlar deb qarang. Ulgida nima deydi? Do you like eggs? Siz tuxumlarni yaxshi ko'ramsiz? Javob yes I do. Yaxshi ko'raman degan gap bu. I like eggs but I don't want one. Men tuxumlarni yaxshi ko'raman, lekin menga birisi lozim emas yoki men birini olmoqchi emas demoqchi-ku. Okay? Yoki olmayman yoki og'im yo'q deb olsaq bo'ladi. Og'im yo'q deb olaylik. I don't want one. Mening birini og'im yo'q. Okay? Ya'ni savol tuxumlarni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman deb bilib, men tuxumlarni yaxshi ko'raman, lekin birini og'im yo'q. Okay? Birini og'im yo'q. Okay? Anan keyin o'ng tarafda do you like butter? Siz sarmayni yaxshi ko'ramsiz degan gap bor. Javob yes I do. Yaxshi ko'raman. I like butter. Men sarmayni yaxshi ko'raman, but I don't want any. Lekin mening azraqma og'im yo'q. Okay? Sol tarafdagida birni og'im yo'q, ya'ni birani og'im yo'q degan to'q. O'ng tarafdagida azraq og'im yo'q degan gap. Ya'ni azraqma og'im yo'q degan demakchi-ku. Nemish sol tarafda birani og'im yo'q, o'ng tarafda azraqma og'im yo'q deb bunda olamiz. Nemishqa? Chunki sol tarafdagisi eggs sanig'il bo'ladigan narsa. O'ng tarafdagisi sanig'il bo'lmaydigan narsa. Butter. Buni tushundik-ku, sanig'il bo'lmaydigan narsalarga masalan nimada bo'lishlik jumlada some deb ishlatdik. Bo'lishsiz jumlalarda any deb ishlatdik. I don't bo'g'ashqa bo'lishsiz jumla bo'g'ashqa, ya'ni og'im yo'q, olmayman bo'g'ashqa qanday any ni ishlatyapman. Xo'sh, shunda men shu ikkisiga vakil qilib ikkini ishlab bermay qarang. Honeyni sanig'il bo'lmaydigan narsalarga vakil qilib ishlab beray qarang. Do you like honey? Qarang, do you like honey? Javobim yes I do. I like honey but I don't want any. Okay? Tushundingiz? Endi men oranges birini ishlab bermay qarang. Do you like oranges? Yes I do. I like oranges but I don't want one. Sababini men hozir tushuntirib bo'ldim. Kayniga yondirib olsangizlar, tushuna olasiz agar tushunmagan bo'lsangiz, okay? Xo'sh, unda qolganlar o'zingiz qolib qoldi, so'yimli saboqdoshlar, cho'qimki ishlang, okay? Ishlamasangizda bu dars sizga bilim bo'lib qo'nmaydi. Xo'sh, unda olsa, thank you very much everybody. Hammalarga rahmat. Biz atki darsda ko'rishaylik. See you tomorrow.